Oke, ham siz hali ham mana shunaqa освещение trekking sistema qilaman desam, qimmatga tushib ketadi deb o'ylayapsizmi? Videoni oxirigacha ko'rib turing, men sizga narxlar bilan aytib o'taman. Trekking sistema qilish uchun albatta birinchi o'chirda bizga mana shu trekka o'zi kerak bo'ladi. Trekimiz metri 55 ming so'mdan chiqyapti. Ikkinchi o'chirda bizga mana shu trekking sistemamizga tok berish uchun mana bunaqa blok-paneldan foydalanamiz. Buni mощностьini mana shu освещенияларingizni nagruskasidan kelib chiqiladi. Bizning misolimizda 200 vatli olingan, 200 vatli hozirgi kunga 80 ming atrof chiqib kelyapti narxi. Keyingi mahsulotlarimiz bizda mana bunaqa точный светильникlar bo'ladi. Bularni ikki xil, ya'ni направляющий и направляться qilinmaydigan varianti bo'ladi. Ikkala sветильникimizda ham har xil razmerlari bor. Uzun kalta, bizning misolimizda bu 44 sm, bugungi kunga 45 ming atrof chiqyapti, bunga bo'lsa 65 ming atrof chiqyapti. Hop, bizda keyingi mahsulotlarimiz bu matviy svetильникlar bo'lib, buni 30, 60, 90, 120 sm va oq limon yonadigan ranglari bo'ladi. Mana bunaqa burchak uchun yonadigan matviy svetильникlarimiz ham bor. Bularning narxi 60 sm-ligimiz 35 ming atrof chiqayotgan bo'lsa, mana burchak svetильникimiz 90 ming atrof chiqib kelyapti. Hop, keyingi mahsulotlarimiz bu направляющий bochka svetильникlarimiz bo'lib, buni 12-24 vati bor. Bular ham oq limon yonadigan variantlari bor. Bular narxlari bo'ladigan bo'lsa, bugungi kunga mana bu 12 vatligi o'rtacha 55 ming atrof chiqyapti. Bo'lsa 65 ming atrof chiqib kelyapti. Bulardan tashqari bizda trekking sistemaga mana bunaqa висячий mahsulotlarimiz yoki mana bunaqa kolonka spikerlarimiz va boshqa mahsulotlarimiz sotuvda mavjud. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, polniy uyga bosib boraman, shu освещениyadan bosma, oke. Pastki nomerlarga aloqaga chiqing. Bizga boshqa esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.